Qanday qilib implant qo'lga qo'yilib, bachadonni homiladorlikdan saqlash mumkin? Keling, buni mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bu bizni hayz siklimizni chizmasi. Normada sizda ham, menda ham homilador bo'lmasakda progesteron, ya'ni homiladorlik gormoni bizda bor. Va hayz siklimizni boshida, ya'ni hayz siklining yarmi 14 kungacha uni miqdori juda ham kam bo'ladi. Ovulyatsiya bo'lgandan keyin progesteron miqdori ortadi. Ya'ni homiladorlik kutadi organizm. Jinsiy aloqa bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Agar homiladorlik kuzatilsa, progesteron miqdori ortadi va bizda hayz to'xtaydi. Homiladorlik kuzatilmasa, progesteron tushadi va keyingi hayz sikli bizda boshlanadi. Endi progesteron miqdori ko'tarilganda, ya'ni homiladorlikda organizmda qanday jarayon yuzaga keladi? Progesteronning ko'tarilishi follikulalarni o'sishi va yorilishiga sabab bo'ladigan, olib keladigan FSH va LG gormonlarini miyada ishlab chiqarilishini bloklaydi. Shuning uchun ham tuxumdonlarda ovulyatsiya bo'lmaydi. Ya'ni homiladorligimizni o'zi bizni homiladorlikdan 100% himoya qiladi. Endi implant qo'lga qo'yilgandan keyin uni tarkibida progesteron bo'ladi va progesteron miqdori ortadi. Va xuddi mana shu mexanizm, ya'ni FSH organizmda FSH LG miqdori ishlab chiqarilishi to'xtatiladi. Shuni hisobiga ham ovulyatsiya bo'lmaydi va implant sizni 3 yilgacha homiladorlikdan ishonchli saqlab beradi. Implant olingandan keyin organizmda progesteron miqdori tushadi. Va 2-4 haftadan keyin FSH LG ishlab chiqarilishini boshlaydi. Shundan keyin sizda yana ovulyatsiya jarayoni tiklanib, keyingi homiladorlikka tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Implant homiladorlikdan saqlanish uchun ideal vosita hisoblanadi. Ammo implant qo'yish mumkin bo'lmagan holatlar bor. Bu holatlarda sizga implant qo'yish sizni rak kasalligiga olib kelishi mumkin. Implant qo'yish uchun esa albatta tekshiruvdan o'tish kerak. Implant qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Ko'proq ma'lumot jo'nataman.